Bu videomiz santexnik ustakalar va teshilgan Aristonda yama bo'lmaydi yoki yamalgandan keyin 15-20 kunda suv qo'yib yuboradi deganlari uchun. Akalar, 12 yildan beri Ariston remont qilish bilan shug'ullanamiz. Bu Aristonlarni yamasa bo'ladi akalar. Xo'p, akalar, mana bu Aristonni qozoni akalar. Bu ko'rishdan mumkin. Oddiy temir bo'ladi. Yamalgandan keyin bitta yoki ikkita teshikchasi bo'ladi. Yamalgandan keyin xizmat qilaveradi akalar. Yamasa bo'ladi bu narsani. Keyin akalar, mana 10 litrli kichkina Aristoncha. Buni yamab bitkizib berilgan. O'sha naryoqda bitkizilgan ustaxonada akalar chistosiga yetib beriladi. 2022 Aristonga o'ziga garantiya beriladi. Ishimizga garantiya beramiz akalar. Remont qilingandan keyin mana qancha akalar hozir 2026damiz. Pashti 3 yil, 3-yil ketyapti akalar. Yamab bitkizib berilgan. Aristonda yamasa bo'ladi. Yana teshilgan, yana yamasa bo'ladi akalar. Chunki bu temir narsa, oddiy mana. Shu turyapman akalar. Yana yamasa bo'laveradi. Yana xizmat qilaveradi akalar. Oddiy temir bu akalar. Keyin yangi Aristonda ancha arzon pulga tayyor bo'ladi akalar. Xotirjam bo'laverasizlar akalar. Aristonda buni yamasa bo'ladi. Aytishilgan Aristonlarning yokida buzilib qolgan, tozalanadigan Aristonlar bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Marg'ilon, Farg'ona shahariga xizmatlar, viza xizmatlarimiz bor. Borib, o'sha yerda yuvib tozalanadigan bo'lsa, bitkizib beriladi yokida teshilib qolgan bo'lsa, ustaxonaga olib kelib, yana olib borib, ilib ishlatib beramiz. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar va akalar. Bu videoda yaqinlarga tez jo'natib qo'yasizlar, sabab Aristonni ko'pchilik yama bo'lmaydi deydi. Yama bo'lmaydi degan tanishlaringga ham jo'natib qo'yasizlar akalar. Hammaga rahmat.